Assalomu alaykum. Navbatdagi tugatilayotgan obyekt Samarqand viloyati Payariq tumanida. Bu yerda 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasi qurildi. Bular himoya vositalari. Ular inverter, DE 10 kilovat gibrid. Litiy-ion akkumulyator 10 kilovat, bu ham Felicity-niki. Panellar Longi tomda. Ishlashi yaxshi, ishlab turibdi normal. O'rnatilishiga asosiy sabab mana shu ko'mir yoqadigan pechka bo'ldi. Buni boshqaruvi elektronli ekan. Agar elektr bo'lmay qolganda pechka nazoratdan chiqib ketib qolar ekan. Keyin uyda doimiy suv ta'minotini ta'minlab turish uchun uyda egasiga uje qiziq emas, tarmoqda svet bo'ladi, bo'lmaydi, avariya bo'ladi, sovuq bo'ladi. Xullas 7/24 uyda svet bor. Mana hozir ishlab turibdi. Iste'mol deyarli yo'q. Shunga yarasha ishlab chiqarish ham kam. Tarmoqqa sotishda hali registratsiya qilmadi, shuning uchun tarmoqqa sotish funksiyasini o'chirib qo'yganmiz.